joylarni o'rganib olib, hisobot yuborishni o'rganib oladi. Bir nechtalarini olib ishlaydi buxgalterlar. Tadbirkorlikda bo'lib turgan operatsiyalarni mazmunini tushunish harakati etishi. Marketing sohasida ham shunday. Ko'p narsa uchun. Buxgalteriyada eng ko'p uchraydigan xatolar. Kichkinaroq tashkilotda yordamchi buxgalterlar ham bo'ladi. LTVni ochish uchun produkt bilan ishlash kerak. Ko'pchilik buxgalterlar ham o'z egizimdan foydalanadi. Sun'iy intellektlar davri. Chunki ular moliyachilarning asosiy vazifasi analiz qilishda iborat. Soliq qonunchiligida o'zgarishlarga nishab kuzatib borish kerak o'zi. Samostatini o'zim ham yurib bilaman ekan buni degan tushuncha paydo bo'ladi. Barcha assalomu alaykum, hurmatli Data ta'lim stansiyasi YouTube obunachilari. Bugungi podkastimiz buxgalteriya sohasi haqida bo'ladi. Bugungi podkastimizning mavzusi ham buxgalteriya nima deb ataladi. Bugungi podkastimiz Behzod ustozimiz bilan olib boriladi. Behzod, o'zingizni qisqacha tarixiy, o'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot bersangiz. Assalomu alaykum. Avvalambor men adım Behzod, familiyam Yo'ldashev. Hozirda 34 yoshdaman. Buxgalteriya sohasida 9 yillik tajribaga egaman. Buxgalteriyani asosan tizimli tashkilotlardan biri O'zbekiston temir yo'llari aksiyalar jamiyatidan boshlaganman. Keyinchalik o'zimni Akfa, Artel kompaniyalarida sinadim va hozirgi kunda shu data o'quv markazida o'qituvchi va bundan tashqari o'zimni buxgalteriya, moliya hisobotini va shunga o'xshash xizmatlarni ko'rsatuvchi markazga egaman. Behzod, bugungi podkastimiz o'zi intervyu shaklida aytib boramiz, chunki to'g'risini aytaman, men buxgalteriya sohasida uncha ko'plab bilimlarga ega emasman. Asosan buxgalteriyada men ham bir yangi boshlovchi sifatida, menga bir yangi soha bo'yicha bir bilimlaringizni, o'zingizni bu podkastdan informatsiyalaringizni buxgalteriya sohasi bo'yicha go'shtli ma'lumotlarni bersangiz, xudo xohlasa, barcha mana shu buxgalteriya sohasini endi kirib kelaturganlar yoki endi o'rganaman deb turgan yoshlar bo'ladimi, o'zi buxgalteriyani tanlasam nima plyuslari bor, nima minuslari bor, nechik meni ustunlik taraflarim bo'lishi kerak shu buxgalteriyani tezroq o'rganishim uchun degan savollarga xudo xohlasa javob topsak, albatta manfaatli podkastimiz o'tirishga umid etib turibmiz. Okey, aytgancha o'zimni qisqacha tanishtirib o'taman. Men ismim Otajonov Jasur, Data ta'lim stansiyasi Data xalqaro maktabining marketing bo'lim boshlig'iman. Xudo xohlasa, Behzod bilan buxgalteriya sohasi haqida batafsil gaplashib o'tamiz. Behzod, o'zi buxgalteriya sohasini qisqacha tajribangizni aytib o'tdingiz. Akfada ishlaganman dedingiz, o'zi jami 9 yillik. O'zi buxgalteriya sohasini girib kelishga nima sabab bo'ldi? Yoshligingizdan endi buxgalteriya qiziqib yoki bir Excel, bir prilojenelar bilan, ofis dasturlarida ishlash narsalari bilan qiziqib kirib keldingizmi degan savollar shular. O'zi bizdan kattaroq bir og'amiz bor edi, bank sohasida ishlaydi. Iqtisodiyot yo'nalishida o'qigan baribir va men unga havas etib, o'zim ham hisob-kitobga qiziqishni boshlaganman. Va taqdir taqozosi bilan umuman boshqa yo'nalishga institutga kirib ketganman. Va keyinchalik meni shu qiziqishim, shu hisob-kitobga qiziqishim shu sohaga yana qaytargan. Va bu sohada men ko'plab yaxshi natijalarga erishdim. O'zi institutda nima yo'nalishga topshirgan edingiz? Elektrotexnika. Urganchdami? Yo'q, Toshkent. Shunda iqtisod yo'nalishini qiziqishingiz orqali moliya, iqtisod yo'nalishi juda ham bir o'zim uchun o'rganishim kerak bo'lgan joy deb hisoblayman va o'rganganman shu narsani. Zo'r. O'zi buxgalteriya sohasi deganda odamlar nima tushunishiga kerak. Buxgalteriya degan vaqtda ishchilarning oyligini hisoblash, avvalida hujjatlarni yozib, daftarlardan yuritiladi. Hozir ham bu narsalar yuritilib keladir. Endi men buxgalteriya deganda, zamonaviy buxgalteriya deganda shu daftarlarni yoki yozma bir real hayotda o'xshab biladigan narsalarimizni elektron formatda o'tirgan, shuni oyliklarni
hisoblab, tizimlab boradigan narsa deb tushunaman. Endi o'zingiz buxgalteriyani nima deb tushuntirgan bo'lar edingiz odamlarga? Xo'p, ko'pchilik buxgalteriyani hisob-kitob deb tushunadi va bu narsa to'g'ri. Faqat bu tushunchani sal chuqurlashtirish kerak. Sababi hisob-kitobi faqat bu yerda pullarni hisob-kitobi emas. Ya'ni aytganingizdek ish haqi hisob-kitobi bor, daromadlar, xarajatlar degan tushunchalar bor, foyda zararni hisoblash bor va umumiyatib olib qaraganda bu faqat hisob-kitobdan iborat emas, ya'ni bu yerda qonun hujjatlarini ham yaxshi bilishimiz kerak bo'ladi. To'g'ri, aldinlar buxgalteriyani kitobda yoki daftarda yuritganlar. Bizda shunday tushuncha bor, provodka deydi, ya'ni o'tkazma o'zbekchasi. Provodkalar berish, ya'ni shotlardan foydalanish. Shotlarga provodka berish jarayonlari juda ham qiyin bo'lgan oldinlar. Va har bir shot bo'yicha provodka berilganda summalarni qo'shib, ayirib kalkulyatorda yoki bo'lmasa qadimgi shotlarda qilib o'tirganlar. Hozirgi kunda bu narsani internet, ya'ni umuman texnologiya rivojlangani evazini elektron tarzda maxsus programmalar, Excel'da ADNS programmasi bor. Shular orqali butun bir buxgalter qilishi mumkin bo'lgan ishni почти 80% qisqartirib tashladi. Ya'ni zamonaviy buxgalterda ya'ni endi bo'li avtomatlashtirilgan buxgalteriyani yuritish kerak deya ma'no anglatadi. Tushunarli. Yani aytib o'tganingizdek, buxgalter faqat oylik hisob-kitobidan tashqari qonuniy taraflama, yana boshqa bir o'zingiz aytib o'tgan narsalar, ko'plab narsalar kiradi. Qisqacha umumiy narsa aytdingiz. O'zi hozirgi vaqtda buxgalter bo'lish uchun navlardan o'zi asta-sekinlik bilan boshlash kerak. Ya'ni endi kirib keladiganlar uchun bir qisqacha maslahatlaringiz bo'lsa. Bu meni shaxsiy fikrim. Fanlarning otasi bor, matematika. Matematikani bilgan odam bemalol o'zini buxgalteriyada sinab ko'rishi mumkin. Ya'ni bu yerda faqat qo'shish ayirish emas, mantiq ham ko'p narsani hal etadi. Sababi bo'lib turgan operatsiyalar bor, tadbirkorlar qilib turgan ishlari bor. Bu narsani buxgalter o'zi samostatchil, ya'ni yakka tartibda o'zi turib, o'rganib, tushunib va ularga hisob-kitoblarni o'zi yuritib borish kerak bo'ladi. Ya'ni xolismi yo'qmi, bu yerda faqat matematika emas ekan, mantiq ham ko'p narsani rol o'ynaydi ekan. Tushunarli. O'zi ko'p kichik bizneslarda bir buxgalter ko'plab kichik bizneslar bilan ishlashi o'zi mumkinmi yoki o'zi shuning ko'plab bizneslar bilan ishlaydigan buxgalterlar как бы xatoliklarga uchramay, to'g'ri ishlab, unda bilamlar. Men ko'p kuzatganman, kichik bizneslardan bir nechtalarini olib ishlaydigan buxgalterlar bor. Shular haqida nima deb fikr bildirasiz? Bu narsani outsourcing deydi. Ya'ni buxgalteriyani chetdan hisobini yuritish. Bu narsa hozir juda ham rivojlanib boshladi va iloji boricha bu narsani mutaxassisina uchrashgan yaxshi. Ya'ni ko'pchilik buxgalterlar bor, ya'ni qo'sh tirnoq ichidagi buxgalterlar. Bular faqat soliq hisobotlari, shunga o'xshash hisobotlarni topshirishni biladilar. Va ko'pchilik tadbirkorlar o'zi asli buxgalteriyani tushunmaydi-ku, bilmaydi nishat yuritilishini va men buxgalterman desa, aynan shunday buxgalterlarga borib turib ko'plab muammolarga duch kelganlari bor. Ya'ni outsourcing qilish bu yaxshi narsa o'zi aslida, lekin ko'pchilik tadbirkorlar buning orqasidan muammolarga duch kelib turibdi. Agar o'zini tashkilotini outsourcing qilib turib, ya'ni buxgalteriyasini chetdan boshqarishga yo'l qo'yib beradigan tadbirkor bo'lsa, iloji boricha ko'pchilik taniydigan, biladigan, soliq hisobotlarini bexato yoradigan va hisobotlarni to'g'ri shakllantiradigan buxgalterlarga murojaat etganlari yaxshi. Tushunarli. Endi asosan ko'pchilik aytib turadigan xatolar deb nima o'zi nazarda tutirsiz, o'zi ko'pchilik aytadigan xatolar nechta xatolar bo'lishi mumkin? Oddiy xatolardan biri buxgalteriyani o'rganaman deb shogirdlikka tushadi. Shogirdlikka tushgandan keyin ayrim bir kichkina joylarni o'rganib olib, hisobot yuborishni o'rganib oladi va samostatchilni o'zim ham yurib bilaman ekan buni degan tushuncha paydo bo'ladi. Va
xolislam yo'qmi, o'zi avtomatik o'zi yurishga harakat etadi va shuning orqasidan qilib turgan ishini mazmunini tushunmasdan qiladi. Aslında bu hisobotni yuvarishdan oldin hisobotdagi shakllangan ma'lumotlar, raqamlarni mazmunini tushunib olish kerak. Ama u tushunmasdan yuvaradi va shuning orqasidan xatolarga duch kelishi mumkin. Tushunarli. Shunda yaxshi buxgalter bilan yomon buxgalterni farqi kichik narsalarni o'rganib, как бы Tezroq natijaga erishish maqsad qilinadi. tushunarli. O'zi aslında bu narsani doğru qabul qilish kerak. Ya'ni tezroq o'rgangan bu odamga yaxshi. Ya'ni tezroq o'rgansa, tezroq daromadga kirishi mumkin. Lekin buxgalteriyada asosiy tushunchalar bor. Shu tushunchalarni anglab keyin tezroq bu narsaga erishmoqchi bo'lsa, unda bu normal holat. Agar yo'q, bu hali buxgalteriyaning asosiy tushunchalarini tushunmasdan turib bu narsaga qo'l urish, ya'ni hisobotlarni yuvarish juda ham katta xato hisoblanadi. Tushunarli. O'zi bu savolni, ya'ni buxgalter outsource dedingiz-ku. Bir buxgalter kichik biznesdan bir nechtasini olib ishlashi mumkin degan savolni to'g'rimi yoki xatomi degan savolni tushunib beribman. Ko'pchilik borib turgan buxgalterlar shuning kichik bizneslar bilan ishlab turgan buxgalterdan maslahat olib, как бы shuni oyligini yoki maoshini o'zi bilan solishtirgan holda gelish o'rganish mumkin. Endi men yana bir komandaviy ishlaydigan moliya taraflama deymizmi, buxgalter taraflama 5-6 odam ishlab o'tirgan, misol data ta'limotchisidan bor. Buning nalarini ishlaydi o'zi? Bu endi ichki buxgalteriya, ya'ni tashkilot ichidagi buxgalteriya hisoblanadi. Bu yerda endi buxgalteriya qismlarga bo'linadi. Ya'ni asosiy bosh buxgalter bo'ladi. Bosh buxgalterning vazifasi polniy shu buxgalteriya bo'limini boshqarish va qolgan buxgalterlar, ya'ni aytganingizdek, birisi ish haqqi, birisi materiallar bo'yicha, birisi yana bank sohasi bo'yicha javobgar bo'ladi va shu buxgalteriya bo'linmalarini alohida yuritishi kerak bo'ladi. Bosh buxgalterning vazifasi esa shu ma'lumotlarni nazorat qilishi kerak va hisobotlarni shakllantirib berishi kerak bo'ladi. Tushunarli. Endi yoshlar asosan yana qaytamiz. Shunda ikki xil yo'l bor. Birisi outsource bo'lib ishlashi, keyingisi как бы komandaviy ish boshqarish, to'g'rimi? Qaysi yaxshiroq? O'zi qaysinda ko'proq bir tajriba orttirishi, tezroq bir sohada rivojlanib ketishi mumkin? Bu narsani o'zim tajribamdan kelib chiqib aytishim mumkin. Sababi o'zim bir tadbirkorni, ya'ni bir tashkilotning ichidagi buxgalter sifatida ish boshlaganman. Ya'ni shu vaqtda o'zi har bir bo'limni alohida bo'limlarni o'rganib chiqqanman. Bizning ustozimiz bo'ladi. Ustozimiz biz umumiy bir tashkilotda 6 ta buxgalter bo'ladigan bo'lsak, shu har bir sohada rotatsiya qilib, biron o'rnida o'tirib ishlatib buxgalteriyani o'rgatib bergan. Ya'ni men aytmoqmanki, agar o'zi samostoятельный buxgalter bo'lib ishlashni xohlasa, outsourcing qilishni xohlasa, iloji boricha unga avvalambor buxgalteriyani to'liq o'rganib chiqish. To'liq o'rganishni asosiy bir nima deydi, manbasi sifatida esa shu tashkilotning ichi. Tashkilotning ichida bir bo'linmalarni o'rganib chiqqani ma'qul. Zo'r, tushunarli. Endi yana komandaga qaytadigan bo'lsak, komandada yana bo'linma dedingiz, to'g'rimi? Shu bo'linmalarni как бы nomlanishi bormi, misol moliyachi deydilar, finansoviy yana boshqa. O'zi umumiy buni sal kengroq aytib tushuntiradigan bo'lsak, buxgalteriya bo'limi umuman moliya bo'limida yuritilishi kerak. Tashkilotlarning katta kichikligine bog'liq. Agar tashkilot kattaroq, ya'ni uni daromadi, uni ishchilar soni degan narsalar bor bu yerda. Ya'ni tashkilot kattaroq bo'lsa, u yerda moliya bo'limi yuritiladi. Kichkinaroq tashkilot bo'lsa, buxgalteriya ham bo'ladi. Moliya bo'limindagi har bir bo'linmani aytib o'tadigan bo'lsak, moliya bo'limiga kiradi moliyachini o'zi, buxgalteriya va iqtisod kiradi. Bular uchalasi ma'no jihatdan bir-birini o'xshash bo'lsa ham, vazifalari har xil. Nechta vazifalar? Moliyachini asosiy vazifasi bu tashkilotdagi kelajakdagi va o'tib ketgan ma'lumotlardan kelib chiqib turib, tashkilotni yuqoriga intilishga harakat ettirish, ya'ni ko'proq foydaga olib borishi
hissasini qo'shishdan Ya'ni iborat. kelajakdagi predict deyiladi inglizchada, ya'ni nima deyiladi? Taxmin qilibmi, shuning kelajakni ko'rib beruvchi moliyachi bo'ladi, to'g'rimi? Shunday. Tushunarli. Ana endi buxgalteriyaga keladigan bo'lsak, buxgalter bu o'tmishdagi, ya'ni o'tib ketgan operatsiyalar natijasida hosil bo'lgan summalar, ulardan hosil bo'lgan hisobotlar, ana shu hisobotlarni asosan buxgalter. Bu kelajakka umuman aloqasi yo'q. Значит, o'tmishni buxgalteriya hisobini yuritdi, moliyachi esa shu o'tmishdan olgan ma'lumotlardan kelib chiqib, kelajakni tasvirlashni boshlaydi. Tushunarli. Uchinchisi iqtisodchi. Iqtisodchini vazifasi. Uni ham o'zining vazifasi bor. Iqtisodchini vazifasi yana shu o'tmishda, ya'ni buxgalter shakllantirgan hisobotlardan kelib chiqib, kelajakdagi xarajatlarni kamaytirishdan iborat. Значит, uni vazifasi asosan xarajat. Moliyachini esa ham xarajat, ham daromadlari, foydasi, zarari umumiy olib qaraganda rejali ravishda shu moliya sohasini boshqarishdan iborat ekan. Tushunarli. Endi buxgalteriyada yoki o'zi общida moliya, iqtisodda o'zi mavzumiz, podkastimiz buxgalteriya nima edi? Demak, bu buxgalteriya emas, общий 3 narsaga bo'lib berdik biz. Endi buxgalteriya oladigan bo'lsak, yana buxgalteriyada bo'linmalar bormi? Bor. Buxgalteriyaning bo'linmalari, endi bu narsani bizning xalq tilida расчетный buxgalter deydi. Ya'ni hisob-kitob, ish haqi bo'yicha buxgalter hisoblanadi. Keyin ba'zi bir kichkinaroq tashkilotlarda yordamchi buxgalterlar ham bo'ladi. Ularning vazifasi shu bosh buxgalter yordam beradi. Keyin materialniy buxgalter deydi. Ya'ni asosan ular xom ashyolar bilan ishlaydi. Qurilish tashkilotlarida bor materialniy buxgalter, yana ishlab chiqaruvchi tashkilotlarda bo'lishi mumkin. Va bundan tashqari ishlab chiqarish bo'yicha ham buxgalter mavjud. Ya'ni bu asosan ishlab chiqarish mahsulotlarni, tayyor mahsulotlar degan tushuncha bor, xom ashyolar degan tushunchalar bor. Ular hisobotlarni yuritish bilan shug'ullanadi. Va bundan tashqari bank, aynan debitor va kreditor qarzlar degan tushuncha bor. Ya'ni olishimiz kerak bo'lgan, berishimiz kerak bo'lgan qarzlar degan tushunchalar bor. Ular bo'yicha ham buxgalterlar mavjud bo'ladi. Ularning nomi yo'q-ku-da, endi umumiyatib olib qaraganda buni asosan bosh buxgalter o'rinbosari qiladi. Tushunarli. Agar tashkilotni kattaligi juda ham kattalashib boraversa, buxgalterlar ham ko'payaveradi. Misol, tashkilot eksport-import bilan shug'ullansa, buning buxgalterlar ham mavjud. Ya'ni vet bo'yicha buxgalter deyiladi bularni. Ya'ni asosan ularning funksiyasi eksport yoki importga qaratiladi. Zo'r. Buxgalteriya bo'yicha sal kengroq fikrlab boshladim. Shu yerda bir savol kelib qoldi. O'zi 2025-yil kirib keldi. Biz 2024-yildan sun'iy intellektlar davri boshlanadi, rivojlanib qo'yadi. O'zi sun'iy intellektlar shu вообще-da AI deymiz inglizchada. Nima bo'lishi shu buxgalteriya sohasini bir egallab bilaman, ya'ni sal bir bo'linmalarni olib ishlarini qilib biladimi degan savol bor edi. Bu narsani men o'zim ham ko'p savol berganman bu bo'yicha va men o'ylashim bo'yicha bu juda ham katta miqdorda egallashi mumkin emas. Sababi bu yerda odam faktori ko'proq. Sababi ba'zi bir operatsiyalarni faqat odam o'zigina bu narsani tushunib yetishi mumkin. Yoki bo'lmasa ba'zi bir yechimlarni odamning o'zini faktori taraflama, ya'ni muammolarning yechimini o'zi berib bilishi mumkin. O'zi umuman sun'iy intellekt demasidan oldin ham soliq hisobotlar o'zi avtomatlashtirish boshlandi. Ya'ni O'zbekistonda soliq hisobotlari to'liqligicha avtomatlashtirish boshlandi. Bu degani hozirgi kunda почти 50% yaqin hisobotlar avtomatlashtirilgan. Bu yerda o'zi buxgalterning o'rni yo'q. Ya'ni hisobotni topshirishda buxgalterning o'rni yo'q. Faqat u knopka bosib o'tiradi. Ya'ni hisobot topshirish kerak deydidan отправить, ya'ni yuborish knopkasini bosadi bo'ldi. Bundan bo'lgan jarayonda esa buxgalterning o'zi nazorat etadi. Ya'ni soliq hisobotlarini avtomatlashtirish uchun ma'lumot bo'lishi kerak soliq hisoboti uchun. Ya'ni faktura yuborish deydi, chek chiqarish deydi. Shunga o'xshash hujjatlar buxgalteriya tomonidan, ya'ni buxgalterlar tomonidan yuborilib yoki qabul qilinib hisobotlar shakllanib boradi. Umumiy olib xulosa qiladigan bo'lsak, sun'iy intellekt meni o'ylashimcha где-то 15-20% odam buxgalteriyaning qandaydir bir qismini egallashi mumkin. Keyingi savolga o'tamiz. Xatolardan o'zi nishab qochish kerak. Shu buxgalteriyadan ko'p
aytilib turgan xatolardan buxgalteriyada yo'q o'zi buxgalteriyada eng ko'p uchraydigan xatolar nimalardan iborat? Bu narsani kengroq talqinatish mumkin. Ya'ni aytganimizdek buxgalteriyani bo'ldik, bo'linmalari. Har bir bo'limda o'ziga yarasha xatoliklar mavjud. Shuning tashkilotlar bor. O'zini buxgalteriya hisobini ishonib topshiradigan odamni yaxshi o'rganmaydi va u nechik natija berganini bilmaydi va uning orqasidan o'zini tashkilotini ham buxgalteriyasi ham muammolarga duch keladi bo'lishi mumkin. Asosiy xato bu tadbirkorning xatosi. Endi buxgalterning qiladigan xatolaridan keladigan bo'lsak, buxgalterning xatosidan birinchisi bu o'zini ustida ishlamaslik. Ya'ni qonun hujjatlarini o'qishi kerak, yangiliklar bilan tanishib turishi kerak. Ayrim bir hisob kitoblar bor, uni bizani dilda buxgalteriya hisob milliy standartlari deyiladi. Ya'ni standartlar mavjud. Shu standartlarni o'qimasdan buxgalteriya hisobini yuritish va buning natijasida hisobotlar noto'g'ri shakllanib qoladi. Asosan katta muammolarni ko'pchiligi bu qonunni bilmaslikdan va umuman buxgalteriya hisobini nishab yuritishni bilmaslikdan kelib chiqadi. Keyingi xatoliklar esa bu hujjatlar yuritishda. Hujjatlarni yuritishda asosiy 3 ta xatodan birinchisi bu hujjatni tanimaslik. Qilib turgan hujjatni o'zi navligini bilmaydi. Ikkinchidan hujjatni to'ldirishdagi muammo. Ya'ni ma'lumotlarni to'g'ri to'ldirishda xatoliklar bo'ladi. Va uchinchi muammo ushbu hujjatni o'zi aslida kimga berayotganligini bilmaslikda. Shu darajada bir-birini xatolar ulanib ketadi va muammo katta aylanib ketishi mumkin bo'ladi. Endi o'zingiz tajribangiz davomida eng katta aytgan xatosi bormi shunday bir? Bor, конечно. Xato qilmasdan tajribaga ega bo'lmaydi. Va meni eng katta xatoyimdan biri bu asosan soliq bo'yicha bo'lgan. Ya'ni soliq hisobotlarida ma'lumotni noto'g'ri shakllantirib qo'yganman va tashkilotga ko'proq soliq to'lashga majbur etib qo'yganman. Va uni keyinchalik o'zim orqasida yurib xatoni to'g'rilaganman. Yomoni yapganman. Ya'ni baribir muammoni chiqargan odam o'zi bu narsani hal qilgani ma'qul. Chunki u yaxshi narsa, saboq bo'ladi bu odamga. Tushunib yetadi keyinchalik bu xatoni aytmaslik kerak dedi. Bunday holatlar bo'lib turadi. Tushunarli. Endi o'zingizni o'quvchilaringizmi ishining aytgan xatolar bo'ladi-ku baribir. Keyin o'rganib, yomon. Ko'p maslahat beradigan tarafi shu sog'liq tarafdan maslahat berasizmi yoki boshqa bir yana bir kichik xatolar bormi bu o'quvchilarga shu narsani aytmanglar deb aytadi. O'quvchilarga hali soliq taraflama xatolarni aytish ertaroq, sababi ularda hali buxgalteriyaning no'ligini tushunishda muammolar bo'lishi mumkin. Shuning uchun ularning asosiy xatolarini qilmasliklari uchun ularga mantiqni sal rivojlantirishni tavsiya etib, bo'lib turgan tadbirkorlikda bo'lib turgan operatsiyalarni mazmunini tushunishga harakat etishi, yordam berishi. Ya'ni shu narsaga e'tibor beringlar asosan. Chunki mazmunni tushunsangiz, buni o'zi sekinlik bilan nima deydi, o'zi buxgalteriyani yuritish uning qiyin narsa hisoblanmaydi. Faqat shu aytganimizdek qonun hujjat, mazmunni yaxshi bilib olsak bo'ldi. Zo'r. Buxgalteriya shunda ko'plab bo'linmalari, ko'plab aytadigan ishlarini o'zim ham bilib oldim, menimcha boshqalar ham bilgan, tushunib botirgan bo'lsa, albatta. Qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib ketinglar. Albatta, ustozdan so'rab, sizlarga javob yozib o'tamiz. Endi o'zi buxgalteriya qachon yangi boshlagan bizneslar bor-ku. Ko'pchiliklar o'zlari bir kichik bizneslar ham buxgalter yo'llamasdan ishlashlari mumkin. Shu ish, ya'ni endi boshlangan tadbirkorlarga, endi boshlagan narsalar darrov buxgalter tutishi kerakmi yo bir vaqt o'tib keyin yo'llasa bo'ladimi? Zo'r savol. Ya'ni tadbirkorlarda 3 xil savol bu o'zi. Bu narsani 3 ga bo'lsa bo'ladi. Ya'ni tadbirkorlarni 3 xil ko'rinishda ajratib olsak bo'ladi. Birinchisi startap, ya'ni yangi boshlovchilar. Siz aytgan yangi boshlagan tadbirkor ham ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin kattaroq tashkilot aylanib qolishi mumkin. Ya'ni tadbirkorlarga kengayib ketishi mumkin. Birinchisi kichik tashkilot, o'rta va yirik tashkilotlarga bo'lamiz.
kichik tashkilotlarga buxgalter shart emas degan narsa, men bu narsaga qo'shilaman. Ya'ni buxgaltersiz ham o'zini tashkilotini yuritsa bo'ladi. Faqat aytganimizdek, outsourcing xizmatidan foydalangan holda hisobotlarni vaqtida topshirib borishi kerak bo'ladi. Bu kichik va kattani yoki bo'lmasa o'rtani nechta farqlimiz degan savol tug'iladi. Bu yerda tashkilotning daromadini bog'liq. Misol, magazinimiz, magazinimizda tovarlar bor. Magazinimizdagi tovarimizni sotganimizda bizda daromad olish paydo bo'ladi. Misol, bizda bir kola sotsak, kolaning narxi 15 ming. 15 ming so'm daromad oldik. Ushbu daromad yillik aylanmasi 100 milliondan bo'lganlar, bular kichik tashkilotlar deb qabul qilsak bo'ladi. Agar tashkilotni yillik aylanmasi 100 milliondan oshsa, o'sha bularda qisman buxgalteriyani yuritish kerak. Agar tashkilotni yillik aylanmasi 1 milliard so'mdan oshsa, endi bular aniq buxgalter kerak. Ya'ni buxgalterni ham tajribalisi, hisobotlarni to'g'ri shakllantirib biladiganlari kerak bo'ladi. Значит, bizda 3 xil toifa bo'ldi. 100 milliondan daromad olganlar buxgaltersiz ishlasa bo'ladi. 100 milliondan 1 milliarddan buxgalter ozgina bo'lsa ham kerak, sababi u yerda tushunchalarni bilmagan holatda maslahat sifatida olib turishi mumkin. Uchinchisi esa 1 milliarddan oshgan tashkilot. Bu yerda уже более qiyinroq hisob-kitoblar shakllanadi. Tushunarli. Demak, 1 milliarddan oshgan tadbirkorlar оборудование 1 yillik buxgalteriya outsoursa berga ma'qul deb tursiz. Nafaqat outsourcing, oddiy buxgalteriyani o'zini tashkilotini qabul, ya'ni ishchi sifatida qabul qilib ham ishlashi mumkin. Tushunarli. Endi kattaroq, ya'ni katta biznes ochganlarga kattaroq bir оборудование chiqqanlar outsource beradimi yoki o'zi yana ichki shakllantiradi? Bu narsani ikki xil tasvirlasak ham bo'ladi. Ya'ni buni outsourcing ham qilishi mumkin, yirik tashkilotlarni va tashkilotning ichidagi ishchi buxgalterlar ham qilishi mumkin. Endi aytsakim, qaysi biri yaxshiroq desak? Ishchi buxgalterlar yaxshiroq. Sababi tashkilot kengaygan sayin ulardagi muammolar ham kengayadi. Muammolarni yechimida esa outsourcing bizlara sal qiyinroq bo'lib qolishi mumkin. Sababi outsourcing qilganda bilasiz, outsourcing kompaniya bir dona tashkilot emas, bir nechta tashkilotga xizmat qiladi. Albatta. Va ularda vaqt masalasi. Agar ishchi buxgalter bo'ladigan bo'lsa, u xohlagan vaqtida o'zining muammosini hal etib borishi mumkin. Bu ularning yutug'i bo'ladi, aynan ishchi buxgalter yolg'oni. Tushunarli. O'zi qaysi hujjatlar общий buxgalteriya deymizmi, iqtisod tarafi aytamizmi, moliya tarafini aytamizmi? Muhimlik darajasi sal arqalarga qaraganda yuqori deb hisoblanadi. Bizda buxgalteriyada ustav fondi degan, ya'ni ustav degan hujjat bor. Bu ustav nov. Tadbirkor, ya'ni biznes egasi tashkilotga kiritgan pul mablag'lari haqida yuritiladigan hujjat hisoblanadi. Va bu bilan birga ta'sis shartnomasi degan ham tushuncha bor. Ya'ni ta'sischilar soni birdan ko'p bo'lsa, ta'sis shartnomasi qilinadi. Tasavvur eting, sizlar 3-4 ta jo'ralab shu biznes boshlajaksizlar va biznes boshlashda sizlar o'zlaringizni, ulushlaringizni aniqlab oldingizlar. Aniqlab olgandan keyin, keyinchalik faoliyat yuritgandan keyin tashkilot foydada chiqsa, biz uluslarimizni necha taqsimlaymiz? Kim nima javob beradi? Aynan shu narsalarni normaga, ya'ni chegaraga olib keladigan hujjat bu ustav va ta'sis shartnomasi hisoblanadi. Значит, eng asosiylaridan biri bu ustav bilan ta'sis shartnomasi. Bundan keyin durishi mumkin bo'lgan hujjatlar, bular tashkilotning faoliyatiga bog'liq, ya'ni operatsion hujjatlar. Shot faktura deydi biz. Ya'ni eng ko'p ishlatiladigan hujjatlardan biri. Bundan tashqari chek, ya'ni oddiy bir QR kod chek bor, magazinga kirildi, narsa sotib olindi. Bu chek ham saqlanishi kerak. Aslida o'zi bu chekni ham elektron versiyasi mavjud. No, baribir hisobotlarni to'g'ri shakllantirish maqsadida bu cheklarni ham saqlagan ma'qul. O'zi shu chek deganingiz, chek mavzusini bir to'xtalib o'tadi. Chunki ko'pchilikga qiziq bo'lishi mumkin. Chek supermarket oddiy narsa oladigan bo'lsak, ko'pchilik chek bermasligi mumkin, to'g'rimi?
Lekin chekni как бы saqlab oyning oxirida endi bu to'g'ri qonun taraflama noto'g'ri vaziyat deymizmi, noto'g'ri o'zi noqonuniy narsa. Lekin buni buxgalteriya nazorat etib boram, ya'ni shtraf yoki bir biznesga katta minus kelib qoladigan narsani biznes tadbirkordan talab etib shu narsani aytmasliging kerak deb aytib netalarmi deyecekman-da, ya'ni buxgalteriya taraflama. Sal temadan uzoqlashib keyin yaqinlashsak bo'ladimi? Bo'ladi. Sababini tushuntiraman. O'zi bizani bozor, ya'ni Xorazm bozorida, ya'ni kasb bozorida buxgalter juda ham bir defitsit narsa. Yaxshi buxgalter. Buxgalterlar ko'p, yaxshi buxgalter yo'q. Shundan kelib chiqib, ko'pchilik tadbirkorlar o'zini firmalarni outsourcing etib bir buxgalterlarga berib qo'yadi. Endi tasavvur eting, qaysi birini ular maslahat berib o'tiradi shu narsa bo'yicha. Maslahat berish o'zi sal qiyinroq. Ana endi asosiy savolga keladigan bo'lsak. Buxgalterning asosiy vazifasi hisobotlarni to'g'ri shakllantirish dedik axir. Hisobotlarni to'g'ri shakllantirishda ular qonun qoidalarini rioya etadilar. Qonun qoida desa, aynan aytganingizdek, chek urmaslik holati degan narsa. Chek urmaslik bu soliq to'lashdan qochishda ham deb qabul qilinadi va bu bo'yicha o'zi ma'muriy javobgarlik bor, kerak bo'lsa jinoiy javobgarlik ham tortilishi mumkin va bu holatda tushib turgan tadbirkorlar juda ham ko'p. Buxgalterning asosiy vazifasi ularga to'g'ri yechim berish. To'g'ri yechim ya'ni endi bu narsani ochiqchasini aytavergan ma'qul, sababi ko'pchilik bu narsani biladi va bu narsaga to'g'ri qarab boqadi. Ya'ni qora bozor, haq bozor degan tushuncha bor. Ya'ni pullarni soliq hisobotlarida ko'rsatish yoki ko'rsatmaslik degan holatlar. Agar tadbirkor shu darajada soliq to'lamaslikka harakat etacak bo'lsa, u iloji boricha shu qonunga yaqinroq variantdan foydalangani ma'qul. Ya'ni chek bermaslik bu juda ham xunuk holat hisoblanadi. Tim bo'li bu narsani bilasizlar, QR kod chetadi, skaner etadidan cashback etib oladi, uni evaziga bog'lab qo'ydi. Ya'ni xaridorlarni tadbirkorlar bog'lab qo'ydilar buning orqasida. QR kodni olsam, menga cashback beriladi. Men cashback ursam menda pul bo'ladi. Значит, men QR kodni olishim kerak deydi. Buni evaziga tadbirkor majbur QR kodni berishga. Iste'molchilar ham talab etadi. Iste'molchilar ham talab etadi. Ya'ni bu yerda soliq organi vakillari zo'r strategiya tuzgan shu taraflama soliqni ko'proq to'lash maqsadida. Zo'r. O'zi ish soliq aytibmiz. Soliq qonunchiligida o'zgarishlarga nishab kuzatib borish kerak o'zi. Misol, yani soliqdan yangi qonunlar kiradi dedingiz, yangi o'zgarishlar kiradi dedingiz. Yangiliklarni qanday kuzatib borish kerak o'zi? Bu bo'yicha o'zi maxsus saytlar bor. Norma.uz deydi. Hamma biladigan bizada buxgalter.uz degan sayt bor. Ya'ni buxgalterlarning ko'pchiligi biladigan. Ana shu saytlar orqali biza tez ma'lumot almashib, ya'ni o'zimizni qatib qolgan bilimlarimizni shu yerda yangilab turishimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari Lex bor. Bilasizlar, Lexda barcha qonun hujjatlar shu yerda joylashgan. Shu yerdan o'zimizni ma'lumotlarimizni yangilab borishimiz mumkin. Buning uchun faqat o'zimizda ozgina intilish bo'lishi kerak, o'rganishga. Zo'r, tushunarli. Endi o'z texnologiya innovatsiyalarimiz yildan-yilga rivojlanib qotir. Yani aytdik, sun'iy intellekt rivojlanatir, har xil programmalar kirib qotir, 1S dasturi, yana boshqa dasturlar bor. Endi shu dasturlarning ichida ko'p ishlatiladigan dasturlarda qaysilarni o'zi buxgalterlar ko'p ishlatadi? 1S bilamiz hammamiz. Buxgalteriyada eng bir yuragi deymizmi? 1S haqiqatdan bu buxgalter uchun ideal programma. Endi unda ham kamchiliklari bor. Eng ko'p ishlatiladigan Excel. O'zi asli 1S programmani ham teyini qaraydigan bo'lsak Exceldan iborat. No, agar kimdadir shu programmani sotib olish bo'yicha moliyaviy sal qiyinchiliklar bo'lsa, Exceldan foydalanadi. Ko'pchilik buxgalterlar ham o'zi Exceldan foydalanadi. Xorazm hududida shunday. Lekin Toshkent, Samarqand уже более iqtisodiyot rivojlangan hududlarda bu narsa уже programmalar maxsus, ya 1S shunga o'xshash programmalardan foydalanadi. Bundan tashqari 1S'dan tashqari yana 1Uz degan programma bor. Yani O'zbekistonda ishlab chiqarilgan. Bu O'zbekistonda ishlab chiqarilgan. Bepulmi? Yo'q, one plus sotiladi. Lekin imkoniyatlari 1S'ga nisbatan kamroq, pastroq.
Bundan tashqari budjet tashkilotlari deydi, ya'ni davlat tashkilotlari bor. Ularni buxgalteriyasini yuritish bo'yicha alohida o'zlarini programmasi bor. UZASPO deydi buni. Bu ham buxgalteriya hisobini yuritish bo'yicha programma hisoblanadi. Tushunarli. O'zi Adines ko'plab buxgalterlarga yangi boshlab turgan buxgalterlar Adines programmasini sotib olishadi, bu moliyaviy to'siq bo'lishi mumkin. Bo'ladi. O'zi nechun shu Adines dasturi shu darajada bir ommabop bo'lib ketgan? Shu haqida bir qisqacha aytib berasizmi? Bu narsani ozgina tarixini qiziqib ko'rganman. Adines programmani asosan buxgalterning o'zida aytgan, deydi. Yaratgan. Ya'ni unda qiyinchilik bo'ladi. Ishlatish kerak buni. Exceldan foydalanadi. Exceldan foydalangandan keyin bunga qo'shimcha funksiyalar beradi. Qarasa bir programma yaratish darajasiga yetadi. O'zi asli buxgalter odam, IT sohasidan qiziqishi bor odam, ma'lumotlarni nedan olib, nega qo'yishini biladi va tasavvur eting, siz bir yechim martasiz buxgalterni, ya'ni to'liqligicha 100% qiladi ishini yarimidan ko'pini avtomatlashtirib berdi. Va shuning arkasidan bu juda ham mashhurlikka erishdi. Bu asosan Rossiya bozorida bu narsa birinchi bo'lib sinaldi va keyinchalik SNG davlatlari, ya'ni MDH davlatlarida qo'llanishni boshladi. Bizning O'zbekistonda bir necha tashkilotlar aynan shu Adines programmasini franshiza qilib sotadi. Crack versiyalar ham bor deb aytdi. Bor, crack versiyalar ham bor. Bundan foydalanmagan ma'qul. Sababi crack versiyalarda ma'lumotlar bazasi yo'qolib ketish holatlari ham kuzatiladi. Shuncha kiritgan ma'lumotlar o'chib ketishi mumkin. Rushnoy kiritiladi, to'g'rimi? Quyida ma'lumot rushnoy kiritiladi. Tushunarli. Shuni evaziga ma'lumot buzilib ketishi ham mumkin birinchidan, ikkinchidan yo'qolib ham ketishi mumkin. Endi dasturlash taraflama aytadigan bo'lsak, data BI degan bir soha qo'shilgan. Dasturlash sohasida. O'zi yoki avvalda bor, endi o'zi shuncha ko'proq ma'lumot ega emasman. Ya'ni bu BI ni ishlatadi. Ana shu Google Excelda yoki bir boshqa Google Sheetsda kiritilgan ma'lumotlar, oyliklar, oborot hisoblari va hokazo barcha mana shu qo'lda kiritib chiqilgan narsani как бы ekranda diagrammalarda, bar chartlarda ko'rsatib beradi. Bu narsani buxgalterlarni zamonaviy shaklida yoki zamonaviy taraflama ikkisi, ya'ni data BI bilan buxgalteriya ikkisi chambarchasmi degan savol bor ishida. Faqat data BI taraflama o'zi aytami bu narsani? Men bu programma haqida ma'lumotim yo'q ekan, lekin agar u monitoring qiladigan bo'lsa, asosan bu narsani moliya sohasina yo'naltirgan ma'qul. Analiz, ya'ni hujjatlar va hisobotlardan kelib chiqqan holda har bir tashkilotning o'zining raqamlari paydo bo'ladi va raqamlarni monitoring qilish bu moliyachilarga ko'proq mos keladi. Chunki ular moliyachilarning asosiy vazifasi analiz qilishdan iborat. Buxgalterlarning vazifasi hisobotlarni shakllantirib beradi. Moliyachi esa bu narsani analiz qiladi-da, tadbirkor yoki bo'lmasa biznes egalarini ma'lumot yetirib beradi. Shuning uchun buni ko'proq moliyachilarga nima deydi, mo'ljallasak yoki bo'lmasa moliyachilarga to'g'ri keladi desak, tushunarli. To'g'ri bo'ladi. Shunda buxgalteriya nima deganda, men eng kallama birinchi keladigan narsa raqam. Tushunchasi bo'ldi, raqamlar kabi aylanib yotdi kallama. Endi raqamlarni, endi matematika deymiz, eng asosiy dedingiz. O'zi yosh chegarasi bormi? Misol buxgalteriyani boshidan odam yoshlar yoki o'zi matematikani tushunsa, tabii buxgalteriyaga girish eshiklari ochiladimi? Bu narsani ikki asosiy faktori bor dedim. Ya'ni matematikani bilish kerak, keyin mantiq bilish kerak dedi. Ya'ni mantiqan fikrlash yaxshi bo'lishi kerak dedik. Sababi aytganimizdek matematikani qo'shishni bilgan bilan u narsani mazmunini tushunmasa foydasi yo'q-da. Shuni nazarda tuttiramiz. Ba'zi bir keng buni yosh chegarasi deb qaraydigan bo'lsak, men yosh desak, bu narsani tushunmaydi desak, naborat yoshi katta odam tushunmaydigan holatlar ham bo'lgan. O'zim o'quvchilarim yoshi 35 yoshlar odam, bo'lim ya'ni уже u tashkilotda ishlab yurgan, tashkilotda ishlaganda ish haqqi hisoblangan unga, sababi ish haqqi olgan. Baribir tadbirkorlik novligini novi degan savolga javob berib biladi. Lekin unda mantiq rivojlanmagan nevasida buxgalteriyani o'rganishida qiyinchilik duch keladi. Ana endi
Menda shunday o'quvchi bo'lgan, u o'zi maktab o'quvchisi. Hali maktab tugatmagan. Lekin men buxgalteriyani o'rgatganimda u shu darajada tushuntirdiki, men u narsani qiyinchiliklarsiz uni o'rgatdim. Mantiqiy fikrlash. Mantiqiy fikrlash kengda. Ya'ni unga tushuntirib turgan narsamizni vizual tasvirlab bersa bo'ldi, уже сразу bu yerni avtomatik o'zlari tortib ketib qoldi. Zo'r. O'zi mantiqiy fikrlashni kichik maslahatlar berasiz, kichik bo'lsa ham bir fikrlashni kengaytiradigan deymizmi? Bu narsa bo'yicha kitoblar mavjud o'zi. Ya'ni biznes oid kitoblar, mantiqni rivojlantirmasa ham aynan biznes tushuntirib berib bilishi mumkin. Ya'ni tushunchalarni, daromad, navou, xarajat, navou shu narsalarni. Mantiqni rivojlantirish bu ayrim bir kichkina masalalar, shular bilan qilish mumkin. Men mantiqni satib rivojlantirganman degan savolga javob bersak, ya'ni yoshligimizda institutda tayyorlaganmiz. Institutda tayyorlagan vaqtimizda bizda matematika to'plami bo'ladi. To'plamda mantiqiy Usmonov termada. Mantiqiy masalalar degan bo'limi bo'ladi. Shu masala, shu bo'limni shu darajada yaxshi ko'rib ishlaydi. Sababi edi, hech qanday formula yo'q-da. Formulani yasashing kerak edi. U bir qandaydir bir qoidaga asoslanmaydi-da. Uni faqat tasavvur va tasavvurni matematikaga bog'lagan holda o'rganish mumkin. Ana shu narsa mantiqni rivojlantirgan menda deb o'ylayman, yana bilmadim. Men ham Usmonovni maktab vaqtida institutga kirish uchun ko'p ishlatadi, ustoz tarafdan matematikachi ustozdan beradi. Keyin institut temasini sal netamiz, o'tib ketamiz. Yoshlar o'zi institutga kiraman degan vaqtda iqtisod yo'nalishini topshiradilar. Iqtisod yo'nalishida asosan moliya o'rgatiladimi yo shu aytib o'tgan hamma narsadan bir qisqa natilib chiqami yoki bir soha keyingi kurslarda yo'nalish tanlaydimi? Nima deb o'ylaysiz shu an? Iqtisodiyotda hamda asosan bu respublika miqyosidagi tushunchalar o'rgatiladi edi. Ya'ni bu yerda faqat buxgalteriya emas, moliya emas, iqtisodning o'zi ham emas, umumiy tushunchalar. Ya'ni iqtisodiyotda hamda tashqi iqtisodiyotni ham tushunish mumkin, ichki iqtisodiyotni ham tushunish mumkin. Buxgalteriya ham bir qismi bo'lib ketadi, moliya sohasi, bank sohasi ham bir qisma o'rgatiladi. Umumiyatni olib qaraydigan bo'lsak, respublika miqyosidagi iqtisodiyotni tushuntirish harakati etadi. Yalpi ichki mahsulot deydi, tovarlar, shunga o'xshash talab, taklif degan tushunchalar o'rgatiladi va bu bir kasbni o'rgatish emas, bu umumiy tushunchalarni shakllantirish. Tushunarli. O'zi buxgalteriyani o'rganish institutda o'rgangan yaxshimi? Yani buxgalteriya sohasi bor, yo'nalishi to'g'rimi? Bor, yo'q emas. Lekin bu yerda asosan nazariy o'rgatiladi. Yosh buxgalterlar o'zini tezroq rivojlantirish uchun o'zini vizit tashlashni bilishi kerak. Ya'ni men hozir bir kichkinaroq tashkilotning buxgalteriyasini yuritib turibman va bu narsani yaxshi uddalab turibman. Значит, men bundan kattaroqini qilishim kerak. Kattaroqini iloji boricha ma'lum nima deydi, buxgalteriyasini yuritishga harakat qilish. Va men ham karyeram xuddi shunday bo'lgan. Boshlanishida oddiy buxgalter, keyin o'sish bo'lgan, ya'ni bosh buxgalter o'rinbosari, keyin bosh buxgalter sifatida o'zim shakllanishni boshlaganman. Ya'ni o'sish shu darajada bo'ladi. Faqat qistanish kerak emas. Ya'ni necha qilim o'zing tezroq shu narsaga erishaman deb harakat etsang, ko'p narsadan qolib ketishing mumkin. Iloji boricha bir marraga erishgandan keyin yana keyingi marraga qarab intilgan ma'qul. Albatta. Bizda marketing sohasida ham shunday. Kichik proyektlar, keyin kattaroq, shuni kattadan katta, hokazo shunday ketaveradi. O'zi menimcha hamma sohada shunday bo'lsa kerak. Zo'r. Bir kichkina amaliy tavsiyalar sal mavzusidan o'tamiz. Boshlovchi buxgalterlar o'z bilimlarini oshirish uchun kichik narsalarni bir o'rganish kerak deymizmi? Endi yo'llarni aytdingiz, ya'ni kattaroq. Endi bu yerda kattaroqqa o'tish uchun bir bilim olinadi, to'g'rimi? Shuni nechta bilimlarni bir qisqacha aytib o'tsangiz. Bir oddiy misol bor. Buxgalterning ko'pchilik bir xonada o'tirib, kompyuterning tagida ishlab ofisda o'tirib. Uydan chiqmaydi deydilar. Uzun navr buxgalter chiqishi kerak. Nechik ma'noda? Har bir bo'limni o'rganib chiqishi kerak. Kim nima nov hujjat topshirib turibdi. Tasavvur eting, ishlab chiqarishdalik, ishlab chiqarish jarayonini kuzatishi kerak. Ishlab chiqarish jarayonidagi har bir holatni o'rganishi kerak. Ya'ni qurilishdan har bir etapini bilishi kerak. Sababi
buxgalter o'zini hisobotlarini shakllantirish vaqtida novini shakllantirib turganini o'zi tushunmasa foydasi yo'q-da. Shuning uchun eng asosiy tavsiya tashkilotning buxgalteri faoliyati, ya'ni tashkilotning faoliyati nov bo'lishidan qat'iy nazar, shu faoliyatga oid operatsion jarayonlarga girishi kerak. Toshni o'zi shu aytganingiz marketing sohasidami shunday? Ko'p narsa shunday. Shu produktni ishlash kerak deydilar. Produktni o'rgan. Chunki marketingda bir narsa kamchilik bo'ladigan bo'lsa produktda bu sotib bilmaydi. Reklama aytsam, bu reklama degan vaj emas. Sotib olgandan keyin LTV. LTV degani mijozni umr davomiyligi bir biznesda. LTVni oshirish uchun produkt bilan ishlash kerak. Ya'ni buxgalteriya ham shu narsa bilan o'xshash degan fikr keldi. Bu ko'p kasblarda shunday. Aynan. Tushunarli. Endi bizani data qaytadan bo'lsak, buxgalteriya 3 oy davom etadi, to'g'rimi? 4 oy. 4 oy. 4 oyda o'zi общий nov bo'limda asosan o'rgatiladi. Nechik yo'nalishda tartibda ketiladi. Bizada umuman O'zbekistonda faoliyatdan gap chiqib buxgalteriya sal o'zgaradi. Ya'ni qurilish sohasini o'zini buxgalteriyasi sal boshqacharoq, ishlab chiqarishniki sal boshqacharoq, xizmat ko'rsatishniki chakana savdo deydi. Lekin bularning hammasini kontrol etadigan standartlar mavjud. Biza shunning buxgalteriyani o'tamizki, har biridan misollar ko'rsatilamiz. Lekin hammasini to'g'ri keladigan buxgalteriyani o'rgatamiz. Tushuncha jihatdan hammasini to'g'ri keladi. Hammasi bilan nima deydi? Hisobotlar to'g'ri kelib chiqadi. Faoliyatdan kelib chiqib turib, sal o'zgarishi mumkin. Shuning uchun bizani buxgalteriyani tushunishimiz kerakki, bu standart buxgalteriya va hammasini to'g'ri keladi deb qabul qilishimiz kerak. Endi bu nani o'qib bitirgandan keyin bir yo'nalishga ketadimi degan savol ham bor. Ya'ni masalan, bir moliyachi bo'lib ketish mumkin, bir yana bir ya'ni bo'linmalarga bo'linib ketadimi degan savol bo'ladi. Bu narsa bo'yicha men o'zi o'quvchilarimga vaqtni, kursni tugatgandan keyin o'zim tavsiya beraman. Agar sizlar keyinchalik o'zi buxgalter sifatida ishlayajak bo'lsangizlar, birinchi navbatda bir buxgalteriyaning bir qismini ishlovchi buxgalter bo'linglar, kattaroq tashkilotda yoki bo'lmasa kichikroq tashkilotni to'g'ri o'zlaringiz to'g'ridan to'g'ri samostoятельно yurishni boshlanglar. Ya'ni tavsiya berilganda o'zini kuchina mos ravishda tavsiya beriladi. Ba'zi bir holatlar bo'ladi. Shunday o'quvchilar chiqadi, o'zi aslida buxgalter bo'lib ishlagan, lekin unda hali to'liq tushunchalar shakllanmagan. Ularning endi to'g'ridan to'g'ri biza bosh buxgalter darajasini chiqarib, ularga shunday tavsiya berib bilamiz. Tushunarli. O'zi datadagi buxgalteriya kursi asosan kimlar uchun, ya'ni yangi boshlovchilar uchun, keyin sohada sal bir qiyinchiliklar uchrab turadi, yangi bilimlarni oladiganlar uchunmi, qaysilar asosan? Buni noldan boshlaydigan desak, ya'ni umuman buxgalteriya sohasini tushunmagan odam uchun ham to'g'ri keladi. O'zini buxgalteriyada sinab, lekin to'liq ma'lumotga ega bo'lmaganlar uchun ham to'g'ri keladi. Budjet tashkilotida ishlagan buxgalterlar uchun ham to'g'ri keladi. O'sha yerda chiziqcha aytib qo'yaman tagini, sababi budjet tashkilotining buxgalteriyasi bilan bizning buxgalteriya farq qiladi. Aynan nechik ta'minlama где-то 25-30% farq qiladi. Tushunchalar sal o'zgartiriladi bu yerda. Budjet tashkilotida foyda, zarar degan tushunchalar yo'q, bizda bor. Shu narsalarni o'rgatamiz. Bundan tashqari bizda bank sohasidan ham keyinchalik buxgalteriyaga kirib keladiganlar ham bo'ladi. O bank sohasidan kelgan buxgalterlar ham mos keladi. Zo'r. Tadbirkorlarchi? Tadbirkorlar ham mos keladi, lekin ularni zeriktirib qo'yishi mumkin. Chunki bizda tadbirkorlarimiz bilasiz, katta muammolar bilan shug'ullanadi. Shuning uchun moliyaviy savodxonlikni olish uchun tavsiya etiladi. Lekin keyinchalik buxgalter bo'lib ishlayman desa, ular uchun zerikadi. Ya'ni buxgalter olgandan yoki outsource ishlayotgan vaqt как бы ishlarni tekshirish uchun o'rganishi kerakmi degan savol. Конечно, o'rganishi kerak. Sababi yana aytdim-ku. Shunday buxgalterlar bor. Tadbirkorlar shu buxgalterni yollab qo'ydi, lekin buxgalterda hech qanday ma'lumot yo'q. Uning bir juda ham bir kuchli mutaxassis emas, lekin buxgalteriyasini yuritdi. U nechatib biladi uni yo to'g'ri ishlab o'tibdi yoki noto'g'ri. Tadbirkor bilishi uchun shu narsani iloji boricha o'rgangani ma'qul. O'quvchilarimiz ichida shundaylar ham mavjud. Ya'ni
o'zi tadbirkor buxgalteriyani o'rganib ketganlar bor. Hmm. To'liqligicha shu nima deydi? Boshlanishidan to oxirina odam shu yurgan. O'rganaman. Zo'r. O'zi buxgalteriyani o'rgangandan keyin nedan ish topsa bo'ladi? U bo'yicha o'zi hamma yeri shu bo'libdi buxgalteriya bo'yicha. Ya'ni aytib o'tgan defitsit dediz kadrlar. Chunki bozor do'yinmagan hali buxgalterlar. Bundan tashqari hali kelajakda yaqin shu 1 yil, 2 yillikda hali moliyachi degan kasb ham paydo bo'ladi bizada. Asta-sekinlik bilan chiqib Da, qoladi uni moliyachi. ham chiqib boshladi. Bu bo'yicha muammo bor bizada. Bu muammolarni ham hal qilsa bo'ladigan muammolar, ya'ni o'qitsa bo'ladigan soha o'zi aslida va ish bo'yicha muammo yo'q. Faqat yaxshi mutaxassis bo'lish kerak, xolos bo'ldi. Zo'r, zo'r. Endi qisqacha maosh tarafdan aytib o'taylik. Qiziq. Nechik maoshlar o'zi o'rtacha? Xo'p, bu narsani kichik tashkilot, katta tashkilot deb giritsak yana. Sababi ularni to'lov qobiliyati har xil. Kichik tashkilotlarda agar u outsourcing qilmasa, buxgalter yollasa, ya'ni ishchi sifatida buxgalter yollasa, kamida 2,5 milliondan boshlab turibdi. 2 million ham bor, yo'q emas. No o'zini yaxshi mutaxassisman, endi yangi boshlagan bo'lgan taqdirda ham yaxshi mutaxassisman degan odam 2,5 dan past ishlamaydi. Kichik tashkilotlarda. Kattaroq tashkilotlarda kichkina bo'limni yuritadigan buxgalterlar xuddi shu summadan boshlab turdi. Ya'ni tasavvur eting, bir katta bir ishlab chiqarish zavodi, bu yerda material bo'yicha buxgalter kerak. Shu yerda 2,5-3 milliondan boshlab ishga qabul qilsa bo'ladi. Bu oddiy buxgalter. O'rta miyona buxgalter bor. Bularning darajasi endi, ya'ni aytgan 1 milliarddan baland tashkilotlar dedik-ku. Shular qatoriga kirzamiz. Bularning ish haqqi o'rtacha 4 milliondan, ya'ni boshlanadi. 8-10 milliondan borishi mumkin. Ana endi yirik soliq to'lovchilar bor. Bular endi Apparati ko'proq aylanmasi, ya'ni yillik aylanmasi 100 milliarddan oshganlar. Bularni buxgalteriyasini yuritayotgan buxgalterlar ko'proq maoshga ega bo'ladi. Misol, oddiy bir bo'linmasini, ya'ni aytdik-ku, katta bir buxgalteriyaning bir bo'limini ishlash uchun buxgalter kamida 4-5 million, 6 million oylik olishi mumkin. Endi tasavvur eting, bosh buxgalterni cheklamaydi. Men Xorazm hududida 20 milliondan ko'p olgan buxgalterlarni bilaman. Bir tashkilotda ishlab, bir necha emas. Va bu narsa har bir buxgalter qilishi mumkin bo'lgan hodisa o'zi aslida. Ya'ni juda ham nima deydi, katta o'ylab katta o nima deydi, narsalar ega emas u odam o'zi aslida. Lekin o'zini tushunchalarini to'g'ri qo'ygan, hisobotlarni shakllantirishni biladi va shu natijaga erishgan. Xuddi shu natijaga endi buxgalteriyani boshlagan odam ham erishishi mumkin ma'lum bir vaqtdan keyin. Sabab unga xolis yo'qmi, tajriba kerak. Tushunarli. O'zi bugungi podkastimiz menimcha buxgalteriya nima degan savolda yurgan odamlar uchun o'zim ham ko'proq ma'lumotlar, ko'proq buxgalteriyaning ichki bo'linmalari deymizmi, ichki atadigan ishlarini batafsil tushunib yetdim. Menimcha kuzatib o'tirgan odamlar ham, kuzatib o'tirgan yangi boshlovchilar uchun ham foydali bo'ldi deb o'ylayman. Agarda qo'shimcha bir fikrlaringiz bo'lsa, aytib ketsangiz. Qo'shimcha fikrim bu asosiy yaqinda shunday ma'lumot o'qib qoldim. Davlatni boy qiladigan asosiy omil nima bu degan mavzuda. Va buni ko'pchilik fikrlagan mavzulardan keladigan bo'lsak, ko'pchilik tabiiy boyliklar deydi, ko'pchilik davlat boy bo'lsa, polni o'zi umuman davlat boyni resurslari boy bo'lsa boy bo'ladi dedi. Va mendam qisqacha bir o'zimni fikrlarimni to'g'rilab oldim. Mendam shu resurs ko'p bo'lsa boy bo'ladi deb o'ylaydim, lekin inson omilidan yoki inson kapitalidan tuzilgan davlat boy bo'ladi. Inson kapitalidan tuzilgan davlat degani nima degani deya savolga javob bersak, bu shu davlatda ta'lim, keyin sog'lomlashtirish, ya'ni sog'liqni saqlash va texnologiya rivojlangan bo'lsa, u inson kapitalidan tuzilgan davlat, ya'ni boy davlat deb qabul qilinadi ekan. Ya'ni meni asosiy maqsadim nima? Ta'limga e'tibor berish. Va buning orqasidan nafaqat o'zimizni, balki davlatni ham
yuqoriga qarab intilishini hissamizni ko'rishdan iborat deb o'ylayman. Rahmat. Bugungi aytib o'tilgan gaplaringiz uchun, o'zi buxgalteriyadan olgan savollar batafsil javob berganingiz uchun. Albatta, yana qo'shimcha savollar tug'ilgan bo'lsa, kommentariy yozib ketinglar. Yana aytib o'tgan gapim, xudo xohlasa, beksta maslahat olgan holda sizlarga javob yozib ketamiz. Hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar. Salomat.